Hozir siz Surxondaryolikman deyapsiz. Lekin adresingizni aniq aytib bera olmayapsiz. Men sizning adresingizni, dalningizni topa olmayman. Shuning uchun siz o'zingiz og'zingiz bilan ayting, men palonchi joydanman. Men Rossiyada 20 yil qolib ketdim. Ko'p narsani esla olmayman. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aka-ukalar, sizlar bilan men Qilichbek kanalimizga xush kelibsizlar. Bu odam bilan nimalarni suhbat qildim? Video rolik davomida bilib olasizlar. Men bu video roligim orqali obunachilarimdan va ayniqsa surxondaryolik aka-ukalarimizdan bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Videoga maksimal darajada like bosib tarqatib tashlang. Video roligimiz mana shu insonni yaqin aka-ukalariga, oila a'zolariga yetib borsin. Sababi bu inson Moskvada 20 yildan buyon qolib ketgan. Ko'plab xotiralarini esla olmaydi. Ajab emas, sizda arzimas bosgan like'ingiz ushbu video roligimizda oila a'zolariga yetkazsa. Bu video roligimizda Surxondaryo viloyati Angor tumani Telegram kanallariga tarqating sizlar. Va ma'lumot biladiganlar, oila a'zolari mana bu raqamga chiqishligini iltimos qilib qo'ygan bo'lardik. Siz bizning yordamimiz bilan, ko'magimiz bilan mana shunday ro'za Ramazon oyida bir vatandoshimizni vatanimizga olib kelsak, buni o'zi ham bir kichik bir savob ish bo'lardi. Aka-ukalar, savob ish qilaman deydiganlar videoga like bosib tarqatib tashlaylar. Qo'shimni qo'ying. Qo'ysinmi? Ha, qo'ysin. Yo'q, qo'yishim, misol uchun qarang, hozir siz Surxondaryolikman deyapsiz. Lekin adresingizni aniq aytib bera olmayapsiz. Men sizning adresingizni, dalningizni topa olmayman. Shuning uchun siz o'zingiz og'zingiz bilan ayting, men palonchi joydanman. Men Rossiyada 20 yil qolib ketdim. Ko'p narsani esla olmayman. Menga formula 1 kerak ekan. Ota-onangizmi, aka-ukangizmi, eri xotiningizmi, bola chaqangizning ism familiyasini aytsangiz bittada chiqadi. Ayting to'g'risini. To'g'risini ayting. Ayolingiz ismi nima? Qo'shadi. Ayting to'g'risini. Qarang, bizlar endi ishtoymizda men Hamroyev Husanman, u Hamroyev Hasan. Akamni ismi Shoshilmang. Zapis qo'shdingizmi? Mana shu yerga tashlaydigan Qo'shganman, aka, qo'shganman. Bo'ldi. Davay, bosing. Ism familiyangiz nima? Hamroyev Husan Atabayevich. Xo'p, 67-yilman. xo'p. 15-yanvar. Qayerda Keyin tug'ilgansiz? meni Qayerda tug'ilgansiz, qayerda yashagansiz? Angor tumani Mustaqillik jamoat xo'jaligida. Demak, Surxondaryo viloyati Angor tumani Mustaqillik QFida tug'ilgansiz, to'g'rimi? Ha. Shu o'rinda foydali tavsiya. Moskva va Moskva oblasidagilar. Dokumentingiz tugadi. Chegara kirdi, chiqit qilmoqchisiz. Sizlarga bilaman, ishonchli, komfort, muomalali taksi akalarimiz kerak bo'ladi. Unday bo'lsa men sizlarga Abdulloh akamizni tavsiya qilaman. Bu akamiz 2 yildan buyon bizda obunachilarni granisaga olib borib kelmoqda. Muhim sinovdan o'tgan. Ekranda nomeri turibdi. Hoziroq telefon qiling. Qilichbekda obunachisiman deyish esdan chiqmasin. Yaxshi. Xo'p. Siz Hasanmisiz, Husanmisiz? Husan. Xuddi sizga o'xshagan Hasaningiz bormi? Bor. Bor, ha? Hayotmi? Bor, hayot. Ancha yildan beri uydagilaringiz bilan gaplashmaysiz, to'g'rimi? Xabarlashmaysiz. Endi ancha yildan beri gaplashmaganman, to'g'ri. Necha yil? Просто necha yil? To'g'risini ayting-da. Nomerini bilmaysiz. Shundaymi? Nomerini bilmayman lekin, to'g'ri. To'g'ri. Nomerini bilmayman. Endi aka qarang, sizni dalningizni topishim uchun siz meni hozir savollarimga javob berishingiz kerak. Men sizni shunchaki Surxondaryoga borib ko'chama-ko'cha izlab yura olmayman sizni Hasaningizni, Husaningizni. Yo'q, xo'p, mayli, tushunim sizni, qarang. Surxondaryo viloyati Angor tumani Mustaqillik jamoat xo'jaligi. Ayolingizni ismi nima? Ayolimning ismi Esmata Oynahol. Farzandingiz bormi? Ha? Farzandingiz. Farzandim ikki nafar farzandim bor. Bir o'g'il, bir qizim. Xo'p, o'g'lingiz ismi nima? O'g'limning ismi Otabek. Hozir necha yoshda? O'g'lim 96-yil. Bo'ldi, unda katta yigit ekan, yaxshi. Ko'p katta yigit. Qizim endi Fikr bormi?
Aka siz ham Kasal, tushib da. qolyapsiz kameraga aytib qo'ying. Yo'q, tushavering. Xo'p. Nima deydi? Bo'ldimi? Ha, mana. Shu o'shalarni bir agar izohlab ko'ring, agar imkon qadar Bo'ldi. sizlar shunday bir nimalar bo'lsa, bir izlashtirib, haligi bir nima qilib ko'ring. Bu qolsa, chiqib nima qiling, bo'ldi. Xo'p, qarang bo'lsa- siz yana bitta anongiz bor, xohlasangiz aka. Yana bitta maslahat beraman. Men bu videongizni qo'yaman. Mana hurmatli, mana shu meni ko'rib turgan Surxondaryo viloyati Angor tumanidagi aka-ukalarimiz, mana shu akamizni ota-onasi, uydagilari, bola-chaqasi qidirilyapti. Bizga aloqaga chiqsin. Siz Husan aka, ungacha siz Rossiyada bo'lsangiz, posolstvoga borasiz. Hozirgi yashab, ishlab yurgan hududingizdagi uchastkovoydan tilxat olib borsangiz, sizga uterini pasport qilib berishga ruxsat berishadi. Bermayapti shuni, bermayapti. Uchastkovoydan tilxat olib bordilaringmi? Haqiqatan shu joyda yashab yuribdi shu odam degan. Yo'q. Men gapirayin. Posolstvoga olib bordik. U yoqda dalilning yo'q dedi. 17 yil o'tdi, yo'q dedi bu yoqda aytdi. Ha, O'zbekiston dalilisi yo'qmikan bu odamda? Ha, yo'q. Balkim uchoqdan chiqarib yuborgan. Tushunyapsizmi? deb o'ylayapman. Shu agar Ana shuni bilib berishingiz kerakda. Shuni bilib bersangiz yaxshi bo'lardi menga. Ha, aka, mana shu ichkilikning oqibati yaxshi narsa emas-da, aka. Yaxshi emas. Ammo lekin bitta yordamingiz, o'shani agar izohlab, qidirib, bilib bersangiz bo'ldi edi. Agar boshqa nima kerak emas sizda. Endi telefon orqali o'zingiz yurmangiz. Birinchi o'rinda mayli, balki o'g'lingizni qidiramiz. O'g'lingiz bari sizni ham qidirgandir. Shu vaqtgacha yana bilmayman, sizda aloqa uzilib qolgandir. O'g'lingiz aloqaga chiqadi, nasib qilsa, bir kunda chiqadimi, 2 kunda chiqadimi, yoki Husaningiz, Hasaningiz, egizagingiz chiqadimi, qarindosh urug'ingiz aloqaga chiqadimi bilmayman, lekin angorliklarda mana shu videoni ko'rsa agar sizni dalilingizni topib berishadi. Iloji bo'lsa farzandlaringiz, aka-ukangiz chiqsa yaxshi bo'lardi. Rahmat. Mayli. Agar mobodo bo'lib qolsa, xabarini beramiz aka. Agar yordamingiz hozirgi vaqtda qayerdasiz? Rossiya, Moskvaning qayerdasiz? Vladimir oblastdaman. Vladimirda-ya? Vladimirskiy oblastdaman. Bo'ldi. Tushundim sizni. Bo'ldimi? Xo'p. Aka, bo'ldi. Ana bo'lib qoladigan bo'lsa, rahmat aytardim sizga. Juda ham katta rahmat aytardim, mamnun bo'lardim. Sizdan umuman bir yaxshilik ishlarda bir narsani ishlaga qo'llaman. Xotirangizni uncha eslolmaysizmi? Xotiramni eslayman, eslayman, o'zimga yarasha xotiralarni eslayman. Menga qarang, aka. Bu agar u yoqdan dalilingiz topilsa, biz Andijonlar aka bilan aeroportga chiqarib jo'natib yuboramiz shu yoqqa. Uterini ham olib. Ha, agar shu dalilni mana shu mening dadam yo og'aynim, bir Hasanim, meni Husanim deb chiqsa bittasi, men mana shu yerdan bitta Andijonlar aka bilan bir yamo aeroport Damadudami, farqi yo'q, qaysi aeroport bo'lsam chiqarib jo'natib yuboramiz. Sizlarga rahmat aka. Sizlarga ham rahmat, shunchalik harakat qilyapsizlar bir vatandoshingizni O'zbekistonga jo'natishga. Endi hozir xudo xolasa mana shu videoni ijtimoiy tarmoqqa qo'yamiz. Xabar chiqsa, ota-onasi sal o'tib ketgan bo'lishi mumkin. 67-yil ekan. O'g'li, qizi, aka-ukalar aloqaga chiqsa, sizga sразу sizni nomeringizni beraman aka men. Xo'p. Mayli. Rahmat sizlarga. Sog' bo'lasizlar akalar. Aka-ukalarim, videoni maksimal darajada like bosib tarqatamiz. Rahmat aka.